ijtimoiy tarmoqda shu darajada mashhur bo'lib ketishingizga sabab deb nimani bilasiz? Hamma yaxshi gapiryaptimi, demak nimadir xatolik ketyapti. Yaxshi o'qituvchi va a'lo darajadagi o'qituvchilarning farqi deyotgan bo'lsa, ko'proq pedagogik mahoratiga bog'liq. Darsimning asosiy mazmunini odatda shu mavzuga tushunmaydigan talabadan boshlayman. Mantiqiy fikrlashi oshgan o'quvchida u qolgan hisob-kitoblar va hokazo narsalar tez rivojlanadi. Biron bir mavzuni o'zlashtirish uchun o'qituvchi pastga tushishi kerak, o'quvchilarning ichiga kirish kerak va o'sha vaqtingizni to'g'ri taqsimlash bu matematika deb aytgan bo'lardim. Ota-onadan yosh yetim qolganmiz, ham otamiz, ham onamiz deyarli ko'p vaqt oralig'idan bo'lmasdan turib vafot etganlar. Talabalik vaqtimdagi bir kunimni qisqacha aytib bersam ham, hozirgi menga bu yetmayapti, men o'qishga qiynalyapman degan talaba uchun bir katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Hamma narsa tayyor turibdi, endi bitta oxirgi muammo shu Ispaniya vizasini olish. Mingdan bir bo'ladimi, balki 10 mingdan birdir, balki milliondan birdir. Ozgina bo'lsa ham foiz va imkoniyat bormi sizga g'alaba qilish uchun, oldinga yurishingiz uchun harakat qiling. O'sha milliondan 1% imkoniyat bilan ham g'alaba qozonish mumkin ekan. Buni men boshimdan o'tkazganman. Menga pasportingizni tezroq yuborishingizni va bizga viza berilishligini aytishdi. Ba'zan o'sha hayotda qiynalgan paytimiz eng yaxshi davrga qaytgimiz kelib qoladi. Bu davr qaysi desa bolaligimiz. Eng muhim omillardan bittasi nima desa, albatta yaxshi ustozga duchor bo'lish kerak. Bizlar bir oylab o'qib tayyorlagan maqolamizni Zohi bilan yarim soat ichida ko'rib, tahlil qilib, xatolarimizgacha aytib beradi. Bu ko'rsatuvdan juda ham ruhlandim, o'zim juda ham katta motivatsiya oldim. Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali nomidan ajoyib bir sovg'ani tayyorlab qo'yaman. Kommentariyaga eng chiroyli kommentariya yozgan muxlisimizga mana shu sovg'ani taqdim etmoqchimiz. Albatta bu ko'rsatuvni oxirigacha ko'rishingiz shart. Omad bu sog'lig'imiz, omad do'stlarimiz, omad oilamiz, omad yaqinlarimiz, omad bizni yaxshi ko'rgan atrofimizdagi insonlarning borligi. Va shu vaqtni to'g'ri taqsimlay olgan odam hayotda yutishini aytaman. Demak, bizning hayotimizning har bir qadamimiz matematika ekan.